Assalamu alaykum qadirli do'stim. Anglayotganingiz Markaz Xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xti. Odatda qonun yo'li orqali kishilar o'rtasidagi har xil mojarolarni ayirib, adil bartaraf qila olamiz. Biroq jamiyatimizdagi bir qism kishilarmi qonun turuqliq o'z oldiga ishlarni bartaraf qilishga urinmoqchi bo'ladi. Bugungi programmamiz o'rnashtirilgan Mamtamin Abduqodirning Dilshkor mavzuliq hikoyasida dal ana shunday kishilar so'zlandi. Samimiyat odam bo'lishimizdagi asosiy o'lcham. Biz har bir ishda samimiy va odil bo'lishimiz kerak. Undaq bo'lmaganda mangu xotirjam bo'la olmaymiz. Ba'zi bir kishilar o'z samimiyatsizligiga bahona izlab yurgan edi. Ammo ular oxirida dag'da qoldi. Yasinjon Sabir yozgan qar yaqan oqshom mavzuliq hikoya ana shunday samimiyatsiz kishilarga ibrat bo'lg'usi. Odatda qonun yo'li orqali kishilar o'rtasidagi har xil mojarolarni ayirib, adil bartaraf qila olamiz. Biroq jamiyatimizdagi bir qism kishilar qonun turuqliq o'z oldiga ishlarni bartaraf qilmoqchi bo'ladi. Tuvanda diqqatingizga sunmoqchi bo'lgan Mamtamin Abduqodirning Dilshkor mavzuliq hikoyasida dal ana shunday kishilar so'zlandi. Mahallamizdagi ablakam usta salachi edi. Uning qomatli bo'ybasti, yarashtirib qo'yilgan saqali. Bo'libmi, hozir javob gaptaligi uning bu kasbni voyaga yetkazib qilib kelayotganligining dalili edi. Er-xotin urug' tuqqan, xulim qo'shna, yaqin yo'riqlar o'rtasidagi turli mojarolar, har xil haq talab da'volari albatta ablakam boshchiligidagi salachilar o'migi orqali bartaraf bo'ladi. Albatta, bularning qilgan suli salasi va murassasiga hamma kishi rozi bo'lib ketmaydi. Bundaq chaqlarda ablakam saqalni siypab turib, "Hey, bizning deganimizga ko'nmay qo'ydi-da", deb qo'yatdi. Burunlarda ashundaq yarashtirishga ehtiyojliqlar g'ippidik kelib, biror oqsoqolning ishkini qiqib, ahvolni aytib, qo'l sunsi yang ichida, bosh yerilsa bo'k ichida qiladi. Yaqinda buyon bu ish iqtisod bilan chambarchas bog'lanib ketmasimi, lekin mehmondorchilik bilan urug' tuqqan bo'lib qoldi. Burunqi 3-4 kishilik muisbit salachilar qo'shilug'imi yangidan saqalliq, saqalsiz, qeri va yosh salachilar qo'shilib, bu o'makning soni 10 dan oshdi. Buni abla sala yoki abla salachi degan nom bilan otilib kelayotgan ablakamning og'zidagi gapdan bilib olib bo'ladi. Tahir Bayniza, unimisak unimay uyda choy qism bo'ldigan nimiga bozordagi cho'ng oshpuzilga apadi. 1,5 ustallik bo'ptimiz. Burun bir baqmab tikaman. Tamoqlar ajab o'xshaydi-ki-na. Mushu qandiki mayni demisam, yiliqi Petermandan yana 2-3 ni ko'midim deb yevatgan bo'latdim. Qo'lni ochiqligiga gap ketmaydi. Buncha vala qilib ketmasimi, Tahir Bayning haq bo'lgandan keyin shuningga ayirib qo'yatdiq-da. Qosim Ko'say nalardan kelib, mening qilvasi bo'lmaydi-da. Mushu salachilar o'mikiga hojitim tushib qolishni o'ylab baxmagan ekanman. Qo'ymuchilik, aldamchilik, qizil ko'zlik yamrab, insof diyanat optobdan keyingi shabnamdek parg' aylanib ketayotgan mushkullarda hech qandaq hujjat to'xtam yezishmayla qizil yuzig ishinib biri bilan sherik tijorat qilgan mangmi az. Dematligim Rahmon bilan og'zaga putishgan molni u topadigan, yukni men to'shiydigan, foyda ziyonni tang bo'lishdigan. Mening mashinamga ayrim uprash haqi berdigan putimning jiriqiga suv kirib ketdi. Qonun oldida satlashib yurishga yuzim chidamadi. Mashina mening bo'lgandan keyin foydani tang bo'lishgandan sirt mashinamga uprash haqi ilishimning haqliqligini kichik bolam bildi-ku. Mahalli ko'ydigilarning gapini har qancha bo'lsa-mu qiqivatmas u Rahmon. Men o'yimni ablakamga dedim. Ablakam darhol mening haqliq ekanligini isbotlaydigan nurg'un paketlarni ko'rsatdi. Oxirida "Bo'sig'o men bartaraf qilsam bo'ladi. Lekin mahalda oqsoqol yolg'iz menla emasda. Shunga cho'nglardan 7-8 ni yig'ib, yiliqi noahlimi hozir qilib, biror piyoldan choy ichishga deysak obdan bo'lamikin ukam. Lekin bak javob ketmayjimi?" dedi saqalni siypab. Shunday qilib
hashamatlik ayrimxonda 1500 yanga yaqin pul xarjlagandan keyin jamoat Rahmon mashinamning uprash haqi hisobida 11 ming qo'y berdigan qilib ayirib qo'ydi. Rahmon bo'lsa, ha degandan boshqa ifoda bildirmay o'ltiraverdi. So'rindan nayt xushal yandim, lekin Rahmondan sado yo'q. Ardın 5 gün o'tib, biri ma'lum bir katta restoranda ma'lum muisbitlarning meni saqlab qolgan xabarini ilib keldi. Qadirmash xiyollar bilan yilqiga keldim. Rahmon kulimsirab oldimga chiqib qarshi oldi. Pulni jamoat oldida chiroyliqcha beray debsanda, dedim ichimda. Katta ayrimxonda o'mak a'zolarining hammasi tal bo'lib, ishta bilan sovuq saylarga eg'iz tegib yetibdi. Tamoqlar kayni-kayndan tortilib, qo'saqlar sal aram topgandan keyin Mazna xonim eg'iz ichib bir nimalan dedi. Yana bir so'z oldi. Yana bir qo'shiq soldi. Gapning o'ramidan qarasam, bara-bara Rahmonning haq, mening nahaq bo'lib chiqib yetibdi. Rahmon qarasam, chiroyda tabassum parlab, boshqalarning to'sishlari qaramay, ha deb kutkichiga tomoq buyurib, mehmonlarga choy liqlab, hammalarga takshi nazar tashlab o'ltiribdi. O'lcharimcha bu so'rining puli 2000 yuandan oshadi. So'rining oxirining qandoq gap bilan, kimning foydasiga oxirlashganligi ko'nglimga ayon bo'ldi. Hajatxona kirishni bahona qilib, so'rindan yinib chiqdim. Atsi xo'shnamdan anglasam, jamoat hozirgi zamonda mashina degan to'la. Yuk topmoqning tasishib ketganligini eshitib keltirib, Rahmon menga yillik 11 ming yuanni bermisin bo'ldigan qilib ayirib qo'yibdi. Payda ko'rsatmagili 3-4 oy bo'lgan mashinani ochchig'imda elishig'i setibdim. Bir kuni chegish xiyollar bilan eshik oldida tursam, ablakam kep qoldi. Meni ko'ribla rangi o'ngib, chalipul salom qilib o'tib ketmoqchi bo'lib edi. Ablaka, nag mangdila? deb so'rdim, uning qo'lini ching tutib olib. Ha, oq ko'chatga Ranaxon haqam sayisi bilan fasil talishib qopti ekan. Shularga bir nasihat qilib qo'yay deb mangan ukam. Mendek aldirash, keyin paranglashamiz a? debli mendan ajrab mangmoqchi bo'ldi. Nima bilib baray? Buningdan keyin malda mushundaq ish bo'lib qolsa, menimi chaqiryapsizlar? dedim men uningga agishib ketib etib.